o'tkaziladigan uchrashuvimiz bor edi. Uchrashuvda jismoniy va yuridik shaxslarga imtiyozli kreditlarimizni taklif qilamiz. Jismoniy shaxslarga beriladigan 7-sonli qaror bo'yicha 10 million so'mgacha o'zimiz vaqtga shaxslarga beramiz. 1,5 yilga 312 soatni beriladi. Bu millionni kattaga tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun kredit chiqariladi. 1,5 yilga 312 sonli qaror bo'yicha aytadigan bo'lsak, yuridik shaxs ochgan, birinchi foyda bo'lgan tadbirkorligiga bilim bo'lgan firmalarga beramiz. Aborati bor yuridik firmalarga beramiz. 100 million so'm tadbirkorlik rivojlantirish kompaniyasini depoziti bilan bezonlab beramiz. 100 milliondan yuqori summa 300 million so'mga elektrikli garov asosida kredit beramiz. Bundan tashqari bitiruvchi ishlarga ajratiladigan kreditlarimiz bor. 20 milliondan 10 milliardgacha beramiz. Tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun kredit beramiz. Bitiruvchi ishlarga 100 milliondan 300 million so'mgacha 210 sonli qaror bo'yicha kredit beramiz. Bizneslar kelajak tadbirkori degan dasturlar doirasida kredit beramiz. Tadbirkorlikni yo'lga boshlamoqchi bo'lgan yoshlarga, bitiruvchilarga, tadbirkorlarga bankimiz tomonidan imtiyozli kreditlar hozir ajratib berilmoqda. Bir tadbirkorlikni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsalaringiz, sizga qanday moliyaviy ko'mak yordam kerak bo'lsa, bankimizga xotirmasdan murojaat qilishlaringiz mumkin. Ayblaringizda marhamat berishlaringiz mumkin. Olishga qanday kredit olishga hujjatlari asli tilingiz bilan kelasiz. Sizni loyihangizni bank tomonidan bank xodimlari o'rganadi. Tadbirkorligingiz nima tadbirkorlik qilmoqchisiz? Chorvachilikmi? Chorvachilikka qilayotgan bo'lsak, chorvachilikka hozir oilaviy tadbirkorlikdan, bank mablag'laridan ajratilgan kreditlarimiz bor. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi tomonidan oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasidan hokim yordamchisini kredit olmasdan 50 million so'mgacha imtiyozli kredit